Aka furalarimiz kimdan aka? Bizdan soqqa qilasizmi? Любой narsadan soqqa qilib yuboradiganlar. Endi akajon bekordan bekorga kelmasa kerak endi bizam. Nima bor buni ichida? Xitoydan kelgan kabellar bor. Kabellar. Metrga 3 mingdan beraman. Yo, bo'lmaydi. Akajon juda yaxshi bo'ladi. Mana shu ikkala furaga beraman 3 mingdan metrga bering. Kabel topyapsizlarmi aka? Ha? Yeslicha ikkita furada bor kabel. Qanchadan ekan? Ha endi biz o'zimizni mahallaga ot bilan tuya bo'larmidi narxi aka qiziqsiz. Metrini 5 mingdan beraman. Qulluq bo'lsin dorixona ochsanda. Ha, aka. Faqat bu tarafi bor-da, dorixona deb yoziladi. Davlat tili o'zbek tili-ku, sen ruschada yozib qo'ygansan, apteka qilib qara. Endi nima bo'ladi? Sen shtraf qilishlaring mumkin, mana shu ruschada yozganligi uchun. Men tanish reklamachilarim bor. Gaplashib beraman, arzon qilib beradi. Bor vaqt o'tkazmasdan almashtirib qo'yadi. Telefon qaytib qo'ying. Ha, hop aytib beraman. Alo, yana bitta klient chiqarib yubordim. Mani foizimni sirasi kattaga tashlab yuborsinlar. Aka bu metallar hozir hech kimga kerak emas, hamma propanda yuribdi. Beraymi aytganlar? Yo, bo'lmaydi. Hammasiga so'rayapman, bering. Ha, bo'pti, boring keting. Rozi bo'ling, atak. Men qara shuncha betan balonni nima qilsa itam olmaydi. Donasi negina 5 mingdan suv tekinga gaplashib qo'ydim. Buni qora rangga bo'yab turib, bemalol titan qilib 500 mingdan sotsa bo'ladi. Yo'q. Ha? Ha. Ha. Opam vücudiga ovoz bera oling, bitta yog' beryapmiz aka. Ukam, ertalabdan kechgacha bitta yog'ni ko'tarib olib, qo'lingni yog'lamay qilib yurishingga arziydimi shu bitta ovoz? Endi aka tirikchilikda. Ukam, meni tanimadingiz shekilli, biz opam bo'yicha professionallar hisoblanamiz. Gerb jamoasini eshitganmisiz? O'shani rahbari bo'laman, ukam. Yo'q aka. Ukam, biz gerb jamoasi xohlasang seni mahallangga ovoz to'plab beramiz. 1000 ta sen 1000 ta, 10 mingta sen 10 mingta, 100 mingta sen 100 mingta. Seriyozmi? Qara, hech kimning puli bizda qolib ketmaydi. Balla ishlashini ko'ryapsan, kontra o'ynayapti deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Balla bot orqali odamlarga pulini tashlab beryapti. Ertalabdan kechgacha 50 ming pul topaman deb yog' bosib yurganman ekan. Ukam, qo'lingdagi yo sochingga ham uribdi. Necha pul topasan o'zi kuniga? 50 ming aka. Mana hatto kravatim yo'q deganda eshitildi. Bosh qilaver bizda ishlasin.